Bayramoldi shunaqa sochni qilib baliq pishirish retseptini o'rgataman. 50-60 gramm sariyog'imizni sportga solib eritib olamiz. Pastroq oluvdi. Sariyog' tez kuyib ketadi, o'shaning uchun past oluvda eritib olamiz. Balig'imizga ozgina tabiiy ko'ra tuz sepamiz. Sariyog'imizga quritilgan timyon bilan 3-4 zub chesnokimizni ezib solib sariyog' bilan qovuramiz ta'mi chiqquncha. Baliqlarimizni orqa oldini yaxshilab sariyog'ga qovurib olamiz. Balig'imizni yaxshilab orqa oldini qizartirib olib, duxovkamizning listiga folga qog'oz qo'yib, barcha baliqlarimizni terib olamiz. Qizlar faqatgina bir marta bo'lsa ham sariyog'ga qovurib ko'ringlar, ta'm jihatidan qizlar oddiy yog'ga qovurgandan qancha farq qiladi. Shunaqa sochli bo'ladi. Qovurib olgan yog'imizni ustidan quyib olamiz. Ya'ni sariyog'imizni tabiiy ko'ra murch ozgina aroyda sousidan solib, folgamizni sal ustini yopib 20 minutga duxovkaga qo'yib yuboramiz. Retseptim yoqqan bo'lsa bitta like bosib, barcha baliq yaxshi ko'radigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.